Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan shunday muhim va shoshilinch mavzuni muhokama qilamizki, agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. 1 maydan boshlab pensiya tizimida shunday o'zgarishlar kuchga kiradiki, agar siz ulardan xabardor bo'lmasangiz, moliyaviy ahvolingiz sezilarli darajada yomonlashishi yoki aksincha qo'shimcha imkoniyatlarni boy berishingiz mumkin. Bu shunchaki bir yangilik emas, balki har bir nafaqaxo'rning kundalik hayotiga bevosita ta'sir etuvchi o'zgarishlardir. Shuning uchun iltimos, diqqat bilan tinglang, kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq odamlarga yetib borishi juda muhim. Asosiy muammoning mohiyatiga yetib kelishdan oldin vaziyatning oldingi holatini tushunib olsak, hozirgi o'zgarishlarning qanchalik muhimligini anglashimiz osonroq bo'ladi. Oldinlari pensiya hisoblash tizimi ancha sodda va bir xil prinsiplarga asoslangan edi. Nafaqaxo'rning pensiya miqdori asosan uning umumiy ish staji, ya'ni mehnat faoliyati davomiyligi va maoshining miqdoriga bog'liq edi. Ma'lum bir davrdagi o'rtacha ish haqi olinib, pensiya miqdorini aniqlashda asosiy omil bo'lib xizmat qilardi. Masalan, ko'pchilik holatlarda nafaqaxo'rning oxirgi 11 yildagi maoshi yoki butun mehnat faoliyati davomidagi eng yuqori maoshlar pensiya hisoblash uchun bazis bo'lib xizmat qilardi. Bu tizimda ba'zi bir ijtimoiy himoya choralari mavjud bo'lsa-da, masalan, nogironligi bor shaxslar yoki boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun umumiy tizim ancha qat'iy va standartlashtirilgan edi. Indeksatsiya, ya'ni pensiyalarni inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirish jarayoni ham odatda yiliga bir yoki 2 marta belgilangan tartibda amalga oshirilar edi. Ammo har doim ham oshirishlar inflyatsiya sur'atlariga to'liq mos kelmasdi. Bu esa ko'plab nafaqaxo'rlarning xarid qobiliyatini pasaytirardi. Bundan tashqari, ayrim turdagi mehnat faoliyati uchun, masalan, og'ir va zararli sharoitlarda ishlaganlik uchun qo'shimcha imtiyozlar mavjud edi. Lekin ularning hisoblash tartibi ham murakkab bo'lib, har doim ham to'liq shaffof emas edi. Ko'p hollarda nafaqaxo'rlar o'z pensiyalarining qanday hisoblangani haqida to'liq tasavvurga ega bo'lmasdilar. Endi esa 1 maydan kuchga kiradigan yangi o'zgarishlarga to'xtalsak, hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qarorga muvofiq pensiya tizimida bir qator tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu o'zgarishlar nafaqat pensiyalarni hisoblash tartibiga, balki ularni to'lash mexanizmiga ham, shuningdek, ayrim toifadagi nafaqaxo'rlar uchun beriladigan ijtimoiy imtiyozlarga ham ta'sir qiladi. Eng muhim o'zgarishlardan biri bu pensiyalarni indeksatsiyalash tizimining qayta ko'rib chiqilishi bo'ldi. Endi indeksatsiya qilish jarayonida nafaqat rasmiy inflyatsiya ko'rsatkichlari, balki mamlakatning umumiy iqtisodiy o'sish sur'atlari va fuqarolarning o'rtacha ish haqi o'sishi ham hisobga olinadi. Bu esa pensiya miqdorlarining real xarid qobiliyatini saqlashga va hatto oshirishga yordam berishi kutilmoqda. Ikkinchidan, ayrim turdagi mehnat stajini hisoblashda yangi koeffitsiyentlar joriy etilmoqda. Xususan, og'ir va zararli sharoitlarda ishlagan shaxslarning staji avvalgidan ko'ra yuqoriroq koeffitsiyentlar bilan baholanadi. Bu esa ularning pensiya miqdorini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Uchinchidan, ayrim ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj toifadagi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha nafaqalar va imtiyozlar joriy etilmoqda. Misol uchun, yolg'iz yashovchi, nogironligi bor qarindoshini parvarish qiluvchi nafaqaxo'rlar yoki kam ta'minlangan oilalardan chiqqan nafaqaxo'rlar uchun maxsus qo'shimcha to'lovlar nazarda tutilgan. Bu o'zgarishlar pensiya tizimini yanada adolatli va ijtimoiy yo'naltirilgan qilishga qaratilgan. Ushbu yangiliklar pensiya tizimining shaffofligini oshirishga va har bir fuqaroning o'z pensiya huquqlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi. Endi esa ushbu yangiliklar doirasida siz aynan nimani bilishingiz kerak, kim xavotir olishi kerak va kimga bu o'zgarishlar bevosita ta'sir qilmaydi. Bular haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Birinchidan, shuni ta'kidlash kerakki, bu o'zgarishlar deyarli barcha turdagi pensiyalarga ta'sir ko'rsatadi. Yoshga doir pensiyalar, nogironlik pensiyalari va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari. Ammo ta'sir darajasi har bir holatda individual bo'ladi. Kimlar xavotir olish kerak? Eng avvalo, agar sizning ish stajingizda og'ir va zararli sharoitlardagi mehnat davrlari mavjud bo'lsa, siz diqqatli bo'lishingiz kerak. Chunki yangi qonun hujjatlariga ko'ra, bunday davrlar uchun pensiya hisoblashda qo'llaniladigan koeffitsiyentlar o'zgardi.
eski tizimda bu davrlar odatiy staj kabi hisoblangan yoki biroz ko'proq baholangan bo'lishi mumkin edi. Ammo yangi tartibda, masalan, konchilik, metallurgiya, kimyo sanoati kabi sohalardagi mehnat stajining har bir yili endi 25 yoki 27 koeffitsient bilan hisoblanishi mumkin. Bu degani bir yillik ish staji pensiya hisoblashda 1,5 yoki undan ham ko'proq yilga teng bo'ladi. Misol bir Ahmad aka 15 yoshli 35 yillik umumiy ish stajiga ega. Uning ilmiy shaxtada og'ir va xavfli sharoitlarda o'tgan. Eski qoidalar bo'yicha uning 15 yillik shaxtadagi staji shunchaki 12 yil sifatida hisoblangan. Yangi qoidalar bo'yicha esa agar shaxtadagi staj uchun 55 koeffitsient qo'llanilsa, bu 25 yil 22 yilga teng bo'ladi. Natijada uning pensiya hisoblash uchun umumiy staji 35 yildan 22 yilga, 20 yil oddiy staj 22, 5 yil og'ir sharoitdagi staj oshadi. Bu esa Ahmad akaning pensiya miqdorini sezilarli darajada taxminan 15-20 bandagacha oshirishi mumkin. Ahmad aka pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, ish stajini qayta hisoblatish kerak. Agarda u buni qilmasa, bu imkoniyatni boy beradi. Bu yerda e'tiborli jihati koeffitsiyentlar sohaga qarab farq qilishi mumkin. Bu to'g'risida pensiya jamg'armasidan aniq ma'lumot olish lozim. Ikkinchidan, agar siz past pensiya oluvchi nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nogironligi bor shaxsni parvarish qilayotgan bo'lsangiz yoki yolg'iz yashasangiz, siz ham ushbu o'zgarishlarga diqqat qilishingiz shart. Yangi qarorga muvofiq bunday toifadagi fuqarolarga qo'shimcha ijtimoiy nafaqalar yoki ustamalar belgilanishi mumkin. Masalan, yolg'iz yashovchi, pensiya yoshiga yetgan fuqarolar uchun har oyda minimal iste'mol xarajatlarining ma'lum bir foizi miqdorida qo'shimcha to'lov joriy etilishi mumkin. Bu oldingi tizimda umuman yo'q edi. Misol 2. Mavluda opa 7 yoshli yolg'iz yashaydigan minimal pensiya oluvchi nafaqaxo'r. Uning pensiyasi har oyda 800 ming so'm edi. Yangi qarorga ko'ra, yolg'iz yashovchi va minimal pensiya oluvchi shaxslarga minimal iste'mol xarajatlarining 11 miqdorida qo'shimcha to'lov berilishi belgilandi. Agar minimal iste'mol xarajatlar hozirda 500 ming so'm deb olsak, mavluda opa har oyda qo'shimcha 20 ming so'm oladi. Bu uning oylik pensiyasini 820 ming so'mga yetkazadi. Bu kichikdek tuyulishi mumkin, ammo past daromadli nafaqaxo'rlar uchun har bir so'm muhim. Mavluda opaning vazifasi pensiya jamg'armasiga borib, o'zining yolg'iz yashashini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishi va qo'shimcha nafaqa uchun ariza yozishi kerak. Aks holda bu to'lov avtomatik tarzda hisoblanmaydi. Uchinchidan, indeksatsiya mexanizmi o'zgargani sababli barcha pensiyalar qayta hisoblab chiqiladi. Bu esa har bir nafaqaxo'rning pensiya miqdori o'zgarish mumkinligini anglatadi. Ba'zilar uchun bu o'sh sezilarli bo'lsa, ba'zilar uchun kamroq bo'lishi mumkin. Ammo bu o'zgarish barcha pensiya oluvchilarga ta'sir qiladi. Kimlarga bu o'zgarishlar bevosita ta'sir qilmaydi? Aslida to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilmaydi degan toifa yo'q. Chunki indeksatsiya mexanizmi o'zgarishi barcha pensiyalarga tegishli. Ammo agar siz og'ir va zararli sharoitlarda ishlamagan bo'lsangiz va qo'shimcha ijtimoiy himoya talab qiladigan toifaga kirmasangiz, unda siz uchun asosiy o'zgarish indeksatsiya natijasida pensiyangizning qayta hisoblanishi bo'ladi. Sizga qo'shimcha hujjatlar yig'ish yoki maxsus arizalar berish shart bo'lmaydi. Bu holatda sizning pensiyangiz avtomatik tarzda qayta hisoblanadi va oshirilgan miqdor irmaydan boshlab to'lanadi. Misol uchun, oddiy maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan va hech qanday og'ir mehnat sharoitlariga duch kelmagan Nafisa aya uchun asosiy o'zgarish pensiyaning umumiy indeksatsiya bo'yicha oshirilishi bo'ladi. Uning uchun qo'shimcha harakat talab etilmaydi. Shunga qaramay, pensiya jamg'armasidan o'z pensiyangizning qanday hisoblangani va qanchaga oshgani haqida ma'lumot olish har doim foydalidir. Demak, xulosa qilib aytganda, agar sizning mehnat stajingizda og'ir sharoitdagi ishlash davrlari bo'lsa yoki siz ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kiruvchi nafaqaxo'r bo'lsangiz, siz faol harakat qilishingiz va kerakli hujjatlarni taqdim etishingiz shart. Qolganlar uchun esa pensiya avtomatik tarzda qayta hisoblanishi kutilmoqda, ammo baribir monitoring qilib borish muhimdir. Endi esa istisnolarga, tuzoqlarga va ochiq oydin bo'lmagan nozik jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Pensiya tizimidagi har qanday o'zgarish, har qancha adolatli bo'lmasin, o'zining murakkabliklariga ega bo'ladi. Istisnolar. Ba'zi bir toifadagi nafaqaxo'rlar uchun ushbu qoida va koeffitsiyentlar biroz boshqacha tartibda qo'llanilishi mumkin. Masalan, harbiy xizmatchilarning pensiyalari odatda alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.
ular uchun ish staji va maosh hisoblashda o'ziga xos qoidalar mavjud. Agar siz harbiy nafaqaxo'r bo'lsangiz, Mudofaa vazirligi yoki tegishli boshqa idoralar orqali o'zingizga tegishli pensiya hisoblash tartibini aniqlashtirishingiz lozim. Xuddi shunday, ichki ishlar organlari xodimlari va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari uchun ham alohida tartiblar mavjud bo'lishi mumkin. Ularning pensiyalari boshqa pensiya jamg'armalari tomonidan boshqarilishi mumkin. Shuning uchun ular o'z idoralarining moliyaviy bo'limlariga murojaat qilishlari kerak. Bu borada umumiy pensiya jamg'armasi ba'zi bir ma'lumotlarni bera olsa-da, eng aniq ma'lumotni o'z xizmat joyingizning pensiya ta'minoti bo'limidan olasiz. Tuzoqlar va umumiy xatolar. Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar taqdim etish. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda barcha kerakli hujjatlarni to'liq va to'g'ri rasmiylashtirilgan holda taqdim etishingiz kerak. Masalan, ish stajini tasdiqlovchi mehnat daftarchasidagi yozuvlar aniq va o'qishli bo'lishi shart. Agar ma'lum bir davr uchun yozuv yo'q bo'lsa yoki noto'g'ri yozilgan bo'lsa, bu davr pensiya stajiga kirmasligi mumkin. Shuningdek, og'ir va zararli sharoitlarda ishlaganlikni tasdiqlovchi hujjatlar, ish joyidan ma'lumotnomalar, buyruqlar va hokazo ayniqsa muhimdir. Agar sizda bunday hujjatlar bo'lmasa, ularni oldindan tayyorlab qo'yishingiz kerak. Ko'pincha odamlar yillar davomida to'plagan hujjatlariga e'tiborsizlik qilishadi va kerakli paytda ularni topa olmaydilar yoki noto'g'ri saqlanganligi sababli yaroqsiz holga kelganini ko'radilar. Pensiya jamg'armasi xodimi ish staji yoki og'ir sharoitlarni tasdiqlovchi hujjatlar yetarli emasligini aytsa, ko'pchilik tushkunlikka tushadi. Ammo bu holatda siz huquqiy maslahat olib, hujjatlarni arxivdan olish yoki sud orqali tasdiqlash imkoniyatlarini ko'rib chiqishingiz mumkin. 2. Murojaat muddatlarini o'tkazib yuborish. Garchi ko'plab o'zgarishlar avtomatik tarzda amalga oshirilishi kerak bo'lsa-da, ba'zi bir yangi nafaqalar yoki qayta hisoblashlar uchun murojaat muddati belgilanishi mumkin. Ayniqsa qo'shimcha ijtimoiy to'lovlar uchun arizani belgilangan muddatda topshirish talab etiladi. Muddatni o'tkazib yuborsangiz, ushbu to'lovni yo'qotishingiz yoki kechikish bilan olishingiz mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasi e'lonlarini doimiy kuzatib borish juda muhim. Mish-mishlarga ishonish. Pensiya bilan bog'liq har doim ko'plab noto'g'ri ma'lumotlar va mish-mishlar tarqaladi. Faqat rasmiy manbalarga pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti, davlat xizmatlar markazlari yoki ishonch telefonlari orqali olingan ma'lumotlarga ishoning. Qo'ni-qo'shnilar, tanish-bilishlar aytgan ma'lumotlar ko'pincha noto'g'ri bo'lishi yoki sizning shaxsiy vaziyatingizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Nozik jihatlar, har xil nafaqalarning o'zaro ta'siri. Ba'zi hollarda bir turdagi nafaqa yoki imtiyozni olish boshqa bir imtiyoz olishga to'sqinlik qilishi mumkindir. Bu ayniqsa ijtimoiy yordam dasturlari va pensiyalar birgalikda qo'llanilganda sodir bo'ladi. Har doim pensiya jamg'armasidan sizga tegishli barcha turdagi to'lovlar va ularning bir-biriga ta'siri haqida aniq ma'lumot oling. Masalan, ba'zi bir qo'shimcha nafaqalar faqatgina oilaning umumiy daromadi ma'lum bir chegaradan oshmagan taqdirdagina berilishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz yangi qoidalar bo'yicha oshib, bu chegaradan oshsa, boshqa ijtimoiy yordamni yo'qotishingiz mumkin. Bu holatda sizning moliyaviy ahvolingizni umumiy ko'rib chiqib, qaysi birining foydaliroq ekanligini hisob-kitob qilish zarur. 2. Pensiya miqdorini hisoblashda ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarning aniqligi. Pensiya miqdorini hisoblashda ish haqi ma'lumotlari juda muhim rol o'ynaydi. Agar sizning ish haqingiz haqidagi ma'lumotlar pensiya jamg'armasi bazasida to'liq yoki noto'g'ri aks etgan bo'lsa, sizning pensiyangiz miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar o'zingizning mehnat faoliyatingiz davomidagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni aniqlashtirish va pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumotlar bilan solishtirish tavsiya etiladi. Ba'zida eski ish joylaridan arxiv ma'lumotnomalarni olish zarur bo'lishi mumkin. 3. Elektron tizimlar va ulardan foydalanish. Bugungi kunda ko'plab davlat xizmatlari, shu jumladan pensiya masalalari ham elektron tizimlar orqali amalga oshirilmoqda. Bu qulaylik bo'lsa-da, ba'zi nafaqaxo'rlar uchun ushbu tizimlardan foydalanish murakkablik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun agar sizda elektron imzo bo'lmasa yoki onlayn xizmatlardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, oila a'zolaringizdan yordam so'rashdan tortinmang yoki davlat xizmatlari markazlariga shaxsan murojaat qiling. Ularda operatorlar elektron xizmatlardan foydalanishda
yordam berishga majburdirlar. Shuni unutmangki, har bir fuqaroning vaziyati noyo'qdir. Shuning uchun umumiy qoidalarni o'zingizning shaxsiy holatingizga moslashtirish uchun har doim professional maslahat olish muhimdir. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Ya'ni siz nima qilishingiz kerakligini aniq va ravshan qilib tushuntiraman. Bu qadamlar sizga yangi imkoniyatlardan foydalanishga va potensial muammolardan qochishga yordam beradi. Murojaat qilish manzili. Birinchi va eng asosiy manzil bu pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidir. Har bir tuman va shaharda pensiya jamg'armasining o'z bo'limlari mavjud. Siz o'zingiz doimiy ro'yxatdan o'tgan yoki yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Ikkinchi manzil bu davlat xizmati markazlari DXM. Bugungi kunda DXMlar orqali ham pensiya bilan bog'liq ko'plab xizmatlarni olish mumkin. Bu yerda sizga navbat olishda, hujjatlarni rasmiylashtirishda va elektron arizalarni to'ldirishda yordam berishadi. DXMlar pensiya jamg'armasidan ko'ra qulayroq joylashgan bo'lishi mumkin va navbatlar ham kamroq bo'lishi mumkin. Agar siz internetdan foydalana olsangiz, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyToyGuvuz orqali ham ba'zi ma'lumotlarni olish va arizalarni onlayn topshirish imkoniyatlari mavjud. Bu eng qulay variant bo'lishi mumkin, ammo elektron imzo talab etiladi. Kerakli hujjatlar ro'yxati. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta. Buni albatta o'zingiz bilan olib boring. Mehnat daftarchasi bu sizning ish stajingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Agar sizda mehnat daftarchasi yo'q bo'lsa yoki u to'liq bo'lmasa, ish joylaridan olingan ma'lumotnomalar, buyruqlardan ko'chirmalar va arxiv hujjatlar kerak bo'ladi. Har bir ish staji davrini tasdiqlovchi hujjat muhim. Maosh haqidagi ma'lumotnomalar. Agar sizning pensiyangiz hisoblangan davrdagi maosh ma'lumotlaringiz elektron bazada to'liq aks etmagan bo'lsa, sizdan oxirgi 5 yillik yoki butun ish faoliyatingiz davomidagi eng yuqori maoshlar haqida ma'lumotnomalar talab qilinishi mumkin. Bularni eski ish joylaringizdan yoki ularning huquqiy vorislaridan olishingiz kerak. Nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsangiz yoki oilaviy ahvolingiz pensiya miqdoriga ta'sir qilsa, bu hujjatlar talab qilinishi mumkin. Nogironlik to'g'risidagi hujjatlar. Agar siz nogironlik pensiyasi olsangiz yoki oilangizda nogironligi bor shaxsni parvarish qilsangiz, nogironlikni tasdiqlovchi vrachlik mehnat ekspertiza komissiyasining VMK xulosasi va boshqa tegishli hujjatlar kerak bo'ladi. Yolg'iz yashovchi ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat. Agar siz yangi joriy etilayotgan yolg'iz nafaqaxo'rlar uchun ustamani olishga haqli bo'lsangiz, mahalla fuqarolar yig'inidan MFV sizning yolg'iz yashashingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Bu ma'lumotnomada uyda ro'yxatdan o'tgan boshqa shaxslar yo'qligi yoki ularning ahvoli ko'rsatilishi kerak. Bank hisob raqami rekvizitlari. Pensiya mablag'larini o'tkazish uchun sizga bankdagi hisob raqamingiz to'g'risidagi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Qanday ariza yozish kerak? Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda ular sizga namunaviy ariza shaklini taqdim etishadi. Bu arizani to'ldirishda pensiya jamg'armasi xodimlari sizga yordam berishga majbur. Arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, ism-sharif, pasport ma'lumotlari, pensiya raqamingiz agar mavjud bo'lsa, yashash manzilingiz va aloqa telefon raqamingiz ko'rsatiladi. Arizaning asosiy qismida siz pensiyani qayta hisoblashni, masalan, og'ir sharoitdagi stajni qayta baholash bo'yicha yoki yangi qo'shimcha nafaqa, masalan, tayinlashni so'rashingiz kerak. Sizning vaziyatingizga mos keladigan bandni aniq ko'rsating. Arizaga ilova qilingan hujjatlar ro'yxatini ham aniq ko'rsating. Arizani 2 nusxada tayyorlash tavsiya etiladi. Bir nusxasini pensiya jamg'armasida qoldirib, ikkinchi nusxasiga qabul qiluvchi xodimning imzosi, familiyasi va qabul qilingan sana muhri qo'yilgan holda o'zingizda saqlab qoling. Bu keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday muammolarda sizning himoyachingiz bo'ladi. 4. Muloqot va monitoring. Hujjatlarni topshirganingizdan so'ng ularning ko'rib chiqilish muddatini aniqlashtiring. Odatda pensiya jamg'armasi arizalarni ma'lum bir muddatda ko'rib chiqishga majbur. Belgilangan muddat o'tgach, siz o'z ishingizning holati haqida pensiya jamg'armasidan ma'lumot olishingiz mumkin. Ba'zi hollarda ularning ya ishonch telefonlari orqali yoki shaxsan borib bilish mumkin. Agar sizga tushunarsiz javob bersa yoki talabingiz qo'ndirilmasa, yozma javob talab qiling. Bu sizga keyinchalik yuqori instansiyalarga, masalan, prokuratura yoki sudga murojaat qilishda asos bo'ladi.
esingizda bo'lsin, sizning pensiya huquqlaringiz davlat tomonidan kafolatlangan va siz ulardan to'liq foydalanishga haqlisiz. Pasiv bo'lmang, o'z huquqlaringiz uchun kurashing. Hurmatli do'stlar, bugun biz pensiya tizimidagi irmaydan kuchga kiradigan juda muhim o'zgarishlar haqida batafsil gaplashdik. Siz bilib oldingizki, bu o'zgarishlar barcha nafaqaxo'rlarga ta'sir qiladi. Ammo ayniqsa og'ir sharoitlarda ishlaganlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj toifadagi nafaqaxo'rlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Sizning vazifangiz o'z holatingizni tahlil qilish, kerakli hujjatlarni to'plash va tegishli idoralarga murojaat qilishdan iborat. Bu sizning kelajakdagi farovonligingiz uchun juda muhimdir. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun juda foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun iltimos ushbu o'zgarishlar haqida qanday fikrda ekanligingizni izohlarda yozib qoldiring. Siz bu yangiliklar haqida avvalroq bilarmidingiz? Qaysi o'zgarish siz uchun eng muhim? Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimiy ravishda dolzarb va foydali ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.